Uchxonaga zo'r bitta uy chiqqan. Yunusobod, eski Toshturma mahallada 2 xona 4 etaj, 5 etajli 51 kvadrat g'ishtli balkonlari 2 ga 6 remont, mebel, texnikalar bilan hozir shunaqa ko'rsataman. Naqdga ham, ipoteka ham o'tar ekan. Hozir chiroyli qilib ko'rsatib beraman sizga. Mana mana podyezddan kiraverish, mana remontdan ko'ryapsizlar, mana dizaynerskiy alakaniki u remont qilgan. Mana podyezddan kiraverish, stroyli mebel, texnika, hamma narsalar tayyor. Mana bu yog'imiz mana sanuzel. Betlar mana yengidek qilib qilingan. Endi mana kiraverishlarimda, kirganinglarda mana bu zal. Zalni bitta qaranglar, mana divan, dizayner mana. G'oyani qaranglar, bu g'oyalarni uncha anu dizaynerlar hozir bunaqa ishlar qila olmayapti, mana qarang. Remontiga gap yo'q, kirdim. Chiqqim kelmayapti. Mana spalniyni qaranglar, ranglarni shunaqa mebellar, ranglar shunaqa sifat bilan qilingan. Endi bunchani kelib ko'rsanglar o'zingizlar yetasizlar, harakatda zo'r uy ekan deysizlar. G'ishtli uy, kirsam issiq, mana futbolka maykalarda yuribman. 2 xona, 3 xona qilingan. Mana oshxonani detskiy xona qilib yuborishdi mana. Bu yerda ham chiroyli o'zgacha chiqqan. Mana detskiy xona qilib qo'yasizlar. Balkon 2 ga 6, mana ko'rib turganingizdek. Mana bunaqa rasmlarni ham joy-joyiga, rangiga qilib moslab mana qaranglar. Mana bu kuxnyalarda mana shirin-shirin ovqatlar qilaverasizlar. Xullas, shu joyimiz naqdga ham, ipotekaga ham, yangi yer remont, mebel, texnika hamma narsasi tayyor. Narxi 67 ming. Harakat qilinglar, bunaqa uylar turib qolmaydi. Bir kun, 2 kunda sotilib ketadi. Hammanglarga nasib qilsa, mana shunaqa uy niyat qilganlarga. Ipotekachilar ham tez-tez harakat qilinglar. Dokumentlar tayyor, kaltini sразу tartib berishadi. Salomat bo'linglar.